East Coastda, New Yorkda hozir 12 kunduzgi. Demak, shuning uchun biz vaqt zonalarini juda ko'p so'raymiz. Bir, ikkinchisi ko'pchilik travel qiladi, ya'ni sayohat qiladi AQSh ichida va AQShdan tashqarida. Shuning uchun uchrashuvlar belgilayotganda doim so'raladi qaysi time zonada. Shuning uchun kalendarlar juda qulay. Men ham sizlarga mana shu produktivnostni oshirish uchun, vaqtinglarni plan qilish uchun kalendarlar ishlatishni maslahat beraman. Keyin kalendarlarda ko'ra olasiz, qaysi vaqtda nima bilan ishlaysiz, qaysi vaqt sizda o'zingizda qolyapti va shu vaqtda shu ishga konsentratsiya qila olasiz. Keyin menimcha odamlarga bu yerda hozir men biznesdan ko'ra ko'proq hayot haqida gapirsam huzur bo'ladi. AQShda yana bitta katta, misol uchun o'zimda sezgan katta bir farq narsa bu odamlarni hamma qilayotgan o'z ishida fokus qilishi juda kam chalg'ituvchi omillar. Masalan, Toshkentda bo'lganda bilmayman kimda qanaqa ko'pchilik shu uchrasangiz siyosat bo'layotgan o'zgarishlarni yoki bo'lmasam hozir juda ko'p masalan aktiv diskussiya qilinadigan narsalar qanaqadir kirg'izilayotgan masalan mashinalarga tariflar bu hammani juda ko'p qiziqtiradi va juda ko'p o'zligiga o'zgartirishi qiyin bo'lgan narsalarni ko'p biz diskussiya qilamiz. Misol uchun bu yerda zo'r tarafi shu shum, ya'ni atrofdagi nima deydi xalaqit beruvchi shunaqangi bir shovqinlar kam, ya'ni kam o'qiysiz, iloji boricha o'zingiz atrofingizda mana ko'pincha bizani ko'pchilik bilan gaplashsangiz o'zini hayotiga tegishli bo'lmagan, o'zini qiziqtirmaydigan qanaqadir bir o'zgarishlarni, hatto bu yerda ham bir o'zbeklar juda shu mashinaqangi qanaqadir yengilliklar bilan ko'p yashashadi. Masalan, aytaylik, mashinaga tariflarni oshishi sizni hayotingizga juda kam ta'sir qilishi mumkin. Bu masalan siz odamlar olsa umrida 2 marta, 3 marta mashina olishi mumkin o'rtacha. Undan ham kam olishadi. Shuning uchun bu bunaqa narsalarni juda ko'p diskussiya qilish, bilmadim, qanchalik sizni effektivnostingizga, sizni masalan ishingizni samaradorligiga ta'sir qiladi. Undan ko'ra o'zingizlarni ko'proq mana shuni yo'qotib, ko'p sotsial tarmoqlardan kamroq bir nima deydi chalg'ituvchi omillarni olib tashlab muhim narsalarni, sizlarga o'zingizlarga kerak muhim bo'lgan narsalarga fokus qilish yordam beradi deb o'ylayman. Menga bu yerda yordam beradigan narsa shu, ortiqcha mana shu shum ancha kamaygani. Va masalan uchrashuvlarda ham Toshkentga ko'p borganimizda shu o'zimizni ishga yoki bo'lmasam aytaylik texnologiyaga qiziqsak, texnologiya to'g'risida emas, texnologiyadan ko'p chiqib ketib gaplashamiz. Bu yerda eng qizig'i masalan butun atrofingizdagi odamlar texnologiyada bo'lgani uchun gaplashadigan asosan texnologiyalarda masalan Anthropic chiqargan yangi modeli, u model qanaqa ishlayapti, Nvidia'ni protsessorlari menda soddalashtirib aytishga harakat qilyapman. Shu to'g'risida gaplar ko'p va bu gaplar biz uchun qanaqadir biznesimiz uchun qanaqadir ma'nosi katta. Va yana bitta narsa aytmoqchiman. Investorlar bo'yicha va mana bu yerda kuzatayotganlarda shu startap qilayotganlar bir qanchasini ko'ryapman hozir, taniydigan odamlarimni ham. Bitta narsani tushunishimiz kerak, O'zbekiston startap ekotizimi rivojlanyapti va bu rivojlanish qanaqadir ma'noda sekin ketyapti. Bu rivojlanish bo'lmagandan ko'ra ancha yaxshi, lekin shu O'zbekistonda startap qilayotgan tadbirkorlar agar ambitsiyasi bo'lsa, bir qancha bizga yaqin masalan startap ekotizimlar bor. O'sha ekotizimlar bilan ham juda yaqin bo'lishni tavsiya berardim. Masalan, bizga yaqin, bizdan ancha rivojlangan startap ekotizim bu Olmaota, ya'ni Qozog'iston. Shuning uchun boshqa ekotizimlar bor. Masalan, bizga yaqin yana Dubay. Dubayda qaysidir sohalarda masalan startap qilayotgan bo'lsangiz, masalan fintechda startap qilayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam deep tech yoki bo'lmasam
yana bir qancha sohalar bor. Yaxshisi o'zingiz internetda research qilganingiz yaxshi. Masalan, Dubay yaxshidir. Qaysidir sohalarga, masalan, Olmaota yaxshidir. Nimaga startap ekosistem rivojlangan joyda ko'p bo'lish kerak deb o'ylayman. Masalan, siz faqat O'zbekistonda bo'lsangiz, siz gaplashadigan atrofingizda odamlar yoki bo'lmasam boshqa startap qiladigan odamlardan siz ma'lumot ola olmaysiz. Kamligini hisobiga, ekosistem rivojlanmaganligini hisobiga. Shuning uchun sizni o'sishingiz juda sekin bo'ladi yoki o'smaysiz. Shuning uchun maslahatim shuna founderlarga ikkita shaharga yashash iloji bo'lsa, bu masalan qaysidir ma'noda juda yaqin yashayman desangiz, arzonroq yashayman desangiz, bu Olmaota bo'lishi mumkin, ikkinchi shahar Dubay bo'lishi mumkin va ko'pchiligi yana ozgina imkoniyati bo'lsa maslahat beraman. Portugaliya, Ispaniya va Angliya startap vizalarini joriy qilgan. O'sha Angliya, Portugaliya yoki bo'lmasam Ispaniyada ham shu vizangiz ola olsangiz, o'tda va O'zbekistonda yashashni ham maslahat beraman, chunki bu davlatlarda startap ekosistemi ancha rivojlangan va siz bunda tezroq o'sasiz. Qanchalik konkurensiya katta, qanchalik ekosistem rivojlangan joyga borsangiz, bu sizni tezroq o'sishingizga yordam beradi. Hatto qaytib kelib bo'lsa ham, masalan, shu ekosistem energiyasi bilan O'zbekistonda masalan nimadir ishlar qila olasiz. Shuning uchun ko'pchiligiga maslahat beraman. Biznes qurayotganlarga ikkita shaharga yashash bu hozir juda bir qanaqadir bir borgan sari tadbirkorlar uchun normaga kirib boradi va shu qarayotganda rivojlangan ekosistemlarni qaranglar. Yana kimgadir balki Indoneziya qulay bo'lar. Masalan, Indoneziyada ham startap ekosistem rivojlanyapti. Va shu fikrlar. Keyin yana nima to'g'risi aytmoqchi edim. Men Telegramga qaytib savolni ko'ring. Sizda savollar bo'lsa berishinglar mumkin. Men savollarga javob berishga harakat qilaman. Qiziq, menga savol bermoqchi bo'lsanglar qanaqa berasizlar? Qo'lingizdan ko'tarasizlarmi bu yerda yoki bo'lmasam aniq yoziladimi? Telegramda kommentariyada yoziladimi? Mana savollar ketdi. Nima bo'yicha ishlayapsiz deb so'rashibdi. Numeo.ai degan saytimizda ko'rsanglar bo'ladi, nima ustida ishlayotganimizni. Biza hozir qilayotgan o'sha AI agentimiz bir qancha produktlar qilyapmiz va общий produktlarni hammasini yig'sangiz, bu Dispatcher AI degan produkt qilyapmiz. Bu tracking sohasida mana AQShda temir yo'llari rivojlanmagan. Asosan yuklar o'sha avtomobillarda, ya'ni traklarda tashiladi. Ya'ni sizlar o'sha yuk mashinalarini ko'rgansizlar, internetda ham ko'rsanglar bo'ladi. Demak, butun shtatlar orasida shu yuk mashinalari tashiladi va bu faqat Amerikaning ichida emas, ya'ni Kanadadan ham, Meksikadan ham ko'p yuklar shu traklarda tashiladi. Va bu traklarda tashish bu ishlab chiqarish uchun kerak, yoki bo'lmasam qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun kerak, yoki bo'lmasam masalan internet do'konlar bundan ko'p foydalanadi va AQShda logistika juda rivojlangan. Endi buni tashishda demak mijozlar bor. Mijozlar masalan bu masalan Walmart bo'lishi mumkin, supermarketlar tarmog'i yoki bo'lmasam bu AQSh pochtasi bo'lishi mumkin, USPS masalan. Shu buyurtmachilar yoki zavodlar bo'lishi mumkin. Masalan, AQShdagi Mercedes zavodi yoki bo'lmasam Tesla'ning zavodi. Demak, bular buyurtmachi, bularni shipper deb nomlanadi va ularni tashuvchi, ya'ni o'zini transportda bor kompaniyalar, bular carrier deb nomlanadi va shipperlar bilan carrierlarning bozorining orasida brokerlar o'tiradi. Brokerlar o'rtakash
desa bo'ladi o'zbek tilida, o'rtakash bo'lib shipperlarni buyurtmasini oladi va maydalab o'sha carrierlarga sotadi. Biza hozir qisman carrier tomondamiz va qisman broker tomondamiz. Nimaga? Chunki bizani shu voice AIda, ya'ni ovozli AIda voice flow degan produktimiz bor. Shuni bu produkt hali ham ishlayapmiz. Bu produkt ikkala tomonda gaplasha oladi. Ya'ni broker tomonda turib, masalan, carrierlar bilan gaplasha oladi, savdolasha oladi. Carrier tomonda turib, brokerlar bilan savdolasha oladi, brokerlar bilan gaplasha oladi. Va bu yerda nimaga sun'iy intellekt juda muhim deb bilamiz? Bu juda ko'p, masalan, O'zbekistonda ishlaygan shtracking sohasidagi dispetcherlar bir qancha instrumentlar ishlatishadi. Buni botlar deb nomlashadi yoki extensionlar deb nomlashadi. Masalan, juda yana ozgina bilim tomonidan aytadigan bo'lsam, demak, shu buyurtmalar ikki xil yana turga bo'linadi. Bitta buyurtmalarning turi bu lane or dedicated loads, bu ya'ni doimiy takrorlanuvchi recurring loadlar, ya'ni bitta joydan boshqa joyga tashish har hafta yoki har oy bo'lishi kerak bo'lgan yuklar bor. Demak, bu takrorlanuvchi yuklar. Takrorlanuvchi yuklarni bitta olsangiz, siz doim o'sha yetkazib turishingiz kerak. Ikkinchi yuklarning turi bu spot market, ya'ni bu bir martalik tashish kerak bo'lgan yuklar bozori va bir martalik tashish kerak bo'lgan yuklarning bozori ham katta bozor. Masalan, DT degan eng katta load board bor. Bu DT degan load boardda kuniga taxminan 700 mingta yuk joylanar ekan. Bundan tashqari yana bir qancha boshqa load boardlar bor. Ya'ni load boardlar deganimiz shu doskalar, yukli joylanadigan. Va dispetcherlarni ishi nimadan iborat? Bu load boardlardagi buyurtmalarni qidirish. Bu buyurtmalarni qidirishda bir qancha faktorlar bor. O'nlab faktorlar bor, shularga e'tibor berish kerak. Undan tashqari ularga telefon qilish, brokerlar bilan savdolashish, narxni bilish, keyin haydovchisi bilan gaplashishadi. Undan tashqari juda ko'p email yozishadi va buning uchun qanaqadir bozorda bir qancha tool, ya'ni extensionlar bor yoki bo'lmasam bir qancha botlar bor. Lekin botlar bilan extensionlar shu kungacha brokerlar bilan gaplashish, savdolashish texnologiyasini bermagan va buni odamga o'xshab gaplashish, savdolashish bu AI orqali hozir kelyapti va shu produktni biz beryapmiz bozorga. Bu bir. Ikkinchi berayotgan narsamiz, biza biznesning maqsadini so'raymiz. Biznesning maqsadi, masalan, biznes maqsadi bir qancha narsadan iborat. Demak, biznesning maqsadiga erishish uchun siz uni bo'lasiz. Bu dispetcherlarning maqsadi degan narsa bor. Dispetcherlarning maqsadi nima? Undan tashqari shu truck haydovchilarning maqsadi nima? Bizneslarda, ya'ni shu trucking biznesda aytaylik, soddalashtirib aytadigan bo'lsam, 3 xil tipdagi haydovchilar bor. Bu bittasi truckni o'ziga sotib olib, kelib qaysidir kompaniyaga ulanib ishlovchilar bor. Ya'ni taksi bozorida ham xuddi biz shu etaplarni o'tganmiz. Masalan, taksi o'ziniki va kelib biror bir dispetcher xizmatiga ulanib ishlaydi. Aytadiki, menga yurtma yoqsa, men qilaman, mashina meniki deydi. Ya'ni bu yakka tartibdagi tadbirkorga o'xshagan bir tushuncha, truck owner operator deydi. Ikkinchi turdagi haydovchilar bular kompaniyaga ulanadi va kompaniya u mashinani egalik qilmaydi, arendaga oladi va lease, ya'ni arendaga oladi deganda katta kompaniyalardan arendaga oladi. Shu lease kontraktda ishlaydigan haydovchilar turi bor. Uchinchisi trucking kompaniya, carrier, mashina o'ziniki, faqat haydovchini ishga oladi va aytadi, seni yurgan o'sha mailingga yoki kilometringga pul to'layman deydi. Bu uchinchi turda. Va shu uchta turdagi haydovchilar bor kompaniyalarda biznes modellar har xil. Ya'ni bittasida masalan dispetcher haydovchini xohishiga qarash kerak bo'lsa, ikkinchisida uncha xohishga qaramaydi, ya'ni kompaniyani qiziqishlariga qaraydi. Shunda har xil modellar ishlaydi va shu modellarni AI qaror qabul qilishda juda tez va yaxshi qaror qabul qila oladi. Bu bir. Ikkinchidan AI masalan savdolashayotganda broker bilan odamlarning xotirasi oxirgi 10 ta 20 ta gaplashgan masalan
faktorlarni eslab qolsa, AI savdolashayotganda brokerda o'sha broker oxirgi yilda bergan eng yaxshi o'sha mile uchun rate deydi, ya'ni mile'ga bergan narxini ham eslab qoladi. Ko'p faktorlarni keltira oladi va realda u shu olib borish kerak bo'lgan yukni yo'lida qanaqa muammolar bor, bozor qanaqa, market factors deydi, yoki bo'lmasam yo'l holati qanaqa, masalan hozir qishda qaysidir shtatlar yaxlagan, shu hamma holatlarni analiz qilib, ya'ni siz savdoga kirayotganingizda mijoziy yoki sotuvchi tomondagi hamma faktorlarni, bozorda hamma faktorlarni qanchalik ko'p bilsangiz, sizda shunchalik ko'p bir qurol bo'ladi yaxshi savdolashishga. Shuning uchun biz berayotgan instrument broker tomonda bozor qanaqa bo'layotganini ham biladi va shunga qarab savdolasha oladi. Faqat shuncha, masalan aytaylik, $3500 desa, bu $4000 berasanmi demaydi. Nimaga shunaqa deyotganini ya'ni argumentlar bilan keltirib bera oladi. Bu bitta faktor. Ikkinchi faktor, biza har savdolashganimizda o'sha brokerni qanchaga ko'tara oladi, ya'ni brokerni qanchalik biza savdolashib oshira olishimizni o'rganib boramiz. Bu o'sha mashina обучение deydi, machine learning. Har bitta savdo ya'ni o'rganib boriladi, train qilib boriladi. Ya'ni ko'p faktorlar bor. Bu yerda sun'iy intellekt ishlaydigan, masalan shu lotlarni takrorlanayotganini ko'rsa, bu biladi, pattern deydi, ya'ni takrorlanuvchi faktorni ko'rganda shu yerda lane order deydi, ya'ni dedicated buyurtma bo'lishi mumkin deydi. Uni lane connect degan produktimiz bor, u yoqqa chiqarib beradi va u yerda avtomatik email yozadi. Men qara deydi, men mana shu seni ko'ryapman, 4 marta har hafta shu yuk qo'yapsan. Demak, potensialni bo'lishi mumkin. Senda shu yerda doimiy zakaz, shu doimiy zakazni menga ber, keyin gaplashaylik deb yozishni boshlaydi. Xullas, juda ko'p narsani o'rganishni boshlaydi va bu o'rganish natijasida biznesda masalan maqsadiga erishishga yordam beradi. Masalan, biz kelmoqchi bo'lgan narsa, mana shu haydovchi haftasiga $8000 yo $9000 pul topish kerak deb maqsad berib qo'ysangiz, o'sha maqsadiga qarab zakazlarni topishni boshlaydi. Qaysi shtatlarga borgisi kelyapti, haftada necha marta uyga borgisi kelyapti, shu hamma xohishlarni kirgizib qo'ysangiz, haydovchini, trak imkoniyatlarini yoki kompaniyani qiziqishlarini, maqsadlarini kirgizsangiz, shu maqsadga sistema o'zi model qurib o'sha yerga olib borishga harakat qiladi. Shu atrofda produktimiz. Juda ko'p javob berdim shekilli. Okay. Voice flow'da qanday dedim u? Rahmat. Da, voice flow'dan hech qanaqa demo ko'rsatib bera olmayman sizlarga. Bu faqat AQShdagi mijozlarga ko'rsatamiz biz. Bizning Numoyo saytimizga kirib, O'zbekiston telefonlarini ham qoldiryapti kimdirlar. Biz O'zbekistonga, bizning mijozimiz O'zbekistonda bo'lmagani uchun qo'ng'iroq qilmaymiz. Men shuni ham aytib qo'ymoqchiman. Shuning uchun bu yerda hozir siz bizning to'g'ridan-to'g'ri mijozimiz bo'lmaganingiz uchun bu narsani hozir prezentatsiya qilishning ma'nosi yo'q. Juda ko'p vaqtni, ko'pchilik vaqtini oladi. Savol qo'shasiz, aynan LinkedIn qanchalik ko'p foydalanadi. Chalg'ituvchi bo'lgani uchun ijtimoiy tarmoqlardan qochasizmi? Aynan LinkedIn va Twitterdan qanchalik ko'p foydalanasiz? Javobingiz sababini ham ayta olasiz. Yaxshi savol. Men Twitterlamaslikka harakat qilaman. Twitter hozir kirsangiz xuddi Rossiya televideniyasini eslatadi. Juda ko'p Trump va Elon Musk postlari har xil o'zgarishlar atrofida va men bilmayman, Twitter menga oldin qiziq edi, kirgim kelmasdi. Hozir juda qiziq emas va hali ham kirgim kelmayapti. Juda ko'p drama va asosan foydalanadiganim menda Instagram va Telegramdan foydalanaman. Shu LinkedIndan foydalanaman. LinkedIn bu maqtanish doskasi desa ham bo'ladi. AQShda ko'pchilik bunaqa qildim deb qo'yadi va shunaqa shu uchun ham qabul qilinadi. Masalan, ish topish uchun LinkedIningiz bo'lishi kerak AQShda. Bu onlayn rezume desa bo'ladi. Va agar siz biznes aloqalar o'rnatmoqchi bo'lsangiz, asosan AQShdagi
va Yevropadagi biznes odamlar bilan LinkedIn profilingizni yaxshi qiling. Yoki bo'lmasam oranglarda masalan dasturchilar bo'lsa yoki bo'lmasam chetdan ish topmoqchi bo'lganlar bo'lsa, LinkedIn profillarga e'tibor beringlar, chunki HR rekruterlar AQShdagi ko'p kompaniyalarni asosan LinkedIn ishlatadi, ishga qabul qilayotganda va LinkedIn orqali chiqadi. Masalan O'zbekistonda bo'lganda ham mana LinkedIn sahifam orqali biznesimizda bo'lganda ham rekruterlar tashqarida bilmaydi-yu, juda ko'p ish takliflari tushardi. Shuning uchun LinkedIn agar siz yaxshiroq ishga joylashmoqchi bo'lsangiz, ya'ni asosan white collar degan oq белый воротнички deydi, shunaqalar uchun mo'ljallangan platforma. Men Twitterda o'tirmayman. Twitter X bo'lgandan keyin Elon Musk olgandan keyin juda o'zgardi deb o'ylayman. Bitib alternativa sotilmagan hali voice flow. MyTaxi sotilganmi? MyTaxi sotilmagan. Assalomu alaykum. Akmal aka, biznes loyiham bor edi, yuborsam fikringizni aytasiz. Anaqa biznes loyihalar bo'lsa, yuborsanglar, men fikrimni aytolmayman. Biznes loyihaga fikr etishni ChatGPTdan zo'ri yo'q. Shu loyihalarni ChatGPTga yuklasanglar, yaxshi prompt yozsanglar, sizlarga juda yaxshi fikrlar beradi. Nima degani loyihaga fikr degani? Loyihaga fikr degani loyihani hozir o'tirib ChatGPTda 3 minutda yozishingiz mumkin. 3 minutda yozgan narsalarga o'tirib bunaqa juda ko'p zaproslar bo'lishi mumkin. Agar bilasizmi, qachon fikr bildirishim qiziq bo'ladi, qachonki siz nimadir o'zi boshlab, qanaqadir bir natija deganda moliyaviy natijalarga erishib, shu qilayotgan ishingiz bir kamida 5 yo 10 ming dollar oyga keltirayotgan bo'lsa, bir shu mavzuda gaplashsak bo'ladi. Voice AI uchun qanday Voice AI uchun asosan qanday kutubxonalardan va modellardan foydalanasiz? Fine tuning va training uchun datani qanday olasizlar? Yaxshi savol. Demak, biza hozir foydalanayotganimiz bir qancha 11 Labs'dan menimcha foydalanyapmiz. Uni endi men juda aniq bilmasligim mumkin, chunki men sherigim bor, texnologik sohada CTO va co-founderim bu narsalarni yaxshi biladi. 11 Labs'dan foydalanyapmiz, OpenAIdan foydalanyapmiz, Cloud'dan, ya'ni Anthropic'dan foydalanamiz va yana bir qancha texnologiyalardan foydalanamiz. Bu yerda faqat bitta 11 Labs yoki bo'lmasam ChatGPT emas, bu yerda savollar bersa yoki odamga o'xshab gaplash uchun bir qancha texnologiyalar ishlatiladi. Dronlarni revolyutsiyasi haqida fikringiz qanday? Amerikadagi venturelarni bu sohadagi startaplarga o'xshashi. Dronlar texnologiyasi to'g'risida so'rashibdi. Dronlarda texnologiyasi bir qancha startaplar bilan uchrashdim. Bu yerda ko'p Ukrainada urush boshlangandan keyin men biladigan tanishlarim, yaqinda uchrashganlarim, shunaqa odamlar bor. Ya'ni ko'pchilik urushdan shu aziyat chekkanlar yoki bo'lmasam Ukraina ko'p tadbirkorlari defense tech deydi, ya'ni defense военный texnologiyalarga ko'p investitsiya qilishyapti va shu sohada ko'p ishlashyapti. Bu birinchidan Ukrainaga yordam berish bo'lsa, ikkinchidan dunyo yana qurollanishni boshladi xavfli paydo bo'lgandan keyin va shu dronlar juda ko'p ishlatilayotgan sohasi bu o'sha ya'ni oddiy hayotda ishlatilishdan, video syomka yoki bo'lmasam rasmga olishdan tashqari agrar sohada juda ko'p ishlatilyapti. Startaplarni bilaman, o'tlarni, yong'inni o'chirishda dronlar ko'p ishlatilyapti. Baland binolarni fasadini, oynalarini yuvishda dronlar ishlatishyapti. Keyin dronlar hozir odam tashishga ham hozir qilayotgan startaplar bor, ya'ni o'sha uchar taksi kompaniyalari va patrul qilish dronlari to'g'risida, yetkazib berish elektron tijoratda Amazon dronlarni ko'p eksperiment qilyapti. Dronlar juda ko'p sohalarda ishlayapti va yana bitta boshqa sohalardan bittasi bu mana yaqinda bilasizlar, Los Anjelesda juda katta
yong'inlar bo'ldi. Yong'inlarni oldini olish va yong'inlar paydo bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib xabar topish uchun ham hozir dronlarni ishlatishyapti. Bundan tashqari bir qancha kompaniyalar bor, uylarni xavfsizligi uchun ham dronlar ishlatishyapti. Yoki bo'lmasam hatto shunaqa dronlar chiqyapti, kichkina xona ichida turadi. Uyda qanaqadir xavfsiz bir muammo sezsangiz, qayerdadir ovoz kelsa, dron o'zi chiqib, xonalar bo'yicha kameraga olib, hammasini tekshirib, yana qaytib joyiga keladi, zaryad qiladigan stansiyasiga. Ekotizimga chiqib qilish kerak. Dronlarni Amerikaga berishimiz hozir. Siz qanday qilib konstitutsiya? Sizdan qanaqa qilib konstitutsiya olsa bo'ladi? Mana konstitutsiya olmaydi. Konsultatsiya olsa bo'lsa kerak. Startap bo'yicha agar hamma narsa tayyor bo'lsa, startap launch qilish kerak. Hamma narsa tayyor bo'lsa, mendan konsultatsiya olmaganingiz yaxshi, boshlaganingiz yaxshi, konsultatsiyani ChatGPTdan olganingiz yaxshi deb o'ylayman va qanaqadir bir kursga ega raqamlarga ega bo'lib, ya'ni bitta narsani o'ylaylar, sizlar masalan kimgadir murojaat qilib vaqtini olmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlar juda ko'p uy vazifa qilib kelinglar. Ikkita uchta savolda agar siz o'zingiz ko'p ishlab shu savollarga, qiyin savollarga javob topmagan bo'lsangiz yoki savolingiz chuqur bo'lmasa, bu odamni sizga gaplashishga qiziq bo'lmaydi. Birinchidan, ikkinchidan suhbatingiz juda qisqa bo'ladi, keyin ikkinchi shansga sizda imkoniyat bo'lmaydi. Qaysi sohada AI loyiha qilish kerak O'zbekistonda? Yaxshi savol. Qaysi sohada AI qilish kerak O'zbekistonda? Men o'ylayman, ko'p sohalarda AI qo'llasa bo'ladi O'zbekistonda. Buning uchun ham yaxshi resurs ChatGPTni ishlatish. ChatGPTdan so'rasangiz bo'ladi. ChatGPT aniq mendan aqlli, aniq ko'p venture investorlardan aqlli va siz atrofingizdagi maslahatchilardan aqlli. Shuning uchun bunga jiddiy qarab, to'g'ri promptlar yozishni maslahat beraman va ko'pchilikka maslahat beraman. YouTube'ga kirib, qanaqa qilib promptlar yozish mumkin yoki bo'lmasam ChatGPTni qanaqa qilib biznes ishlatish mumkinligi to'g'risida yana ko'p kurs yaratuvchilar bor. Kurs yaratuvchilar uchun ham qanaqa qilib AI toollarni masalan biznesda yoki bo'lmasam o'sishda ishlatishi atrofida kurslar yaratsa, menimcha ko'pchiligiga foydali bo'ladi va yengil bu narsa. Endi O'zbekiston nimada ishlatsa bo'ladi? Men ishonaman, sog'liqni saqlash sohasida health stackda juda ko'p ishlatsa bo'ladi. Health stackda bizda juda katta qizuv bozor bor deb o'ylayman. Shu bozorda hali katta asosiy o'yinchilar hech kim ko'rmayapman. Va health stackda startap qilishni ayni vaqti deb bilaman, chunki tabiat, nima deydi, ekologiya yomonlashyapti. Odamlar ovqatlanishi nisbatan yomonlashyapti, ya'ni sifatsiz ovqatlar ko'payyapti bozorda va odamlarning sog'lig'i buning natijasida kam harakat, ko'p ovqat yeyish yoki bo'lmasa noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri turmush tarzi, stress ko'pligi natijasida kasalliklar ko'paydiki, kamaymaydi va sog'liqni saqlash davlat tizimi bu talablarga javob bera olmayapti. Undan kelajakda ham bu tez bunga yechim topiladi deb o'ylamayman. Yaxshiyamki xususiy sektor juda ko'p nazorat qilishmaganligi uchun xususiy sektor qanaqadir ma'noda bunga yordam beryapti, lekin xususiy sektor ham asosan shahar markazlarida ishlaydi. Bu masalan Toshkent markazida bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam shu viloyatlarning markazlarida, lekin qishloqlarda yoki bo'lmasam juda ko'p joylarda bu sog'liqni saqlash juda oqsayapti va bu yerda onlayn, ya'ni telemeditsinani juda katta imkoniyati bor deb o'ylayman. Tasavvur qiling, oddiy ekonomika anaqasidan viloyatda yashayotgan odam, qaysidir qishloqda yashayotgan odam lecheniya olaman desa, ichiga kirsangiz ko'p narsa o'rgansangiz bo'ladi. Olaman desa Toshkentda klinikalar qimmat, kamida masalan viloyatdan kelib biror bir kichik operatsiya qildirib ketaman yoki bo'lmasam doktor ko'rigidan o'tib bir hafta davolanaman desa $1000 pul ishlatish kerakda. Balki kamroqdir, sal $700-800. Nega ko'p pul ishlatadi? Bu vrachlar, bu dorilar qimmat, bu shu kelgan odamlarning mehmonxonalarda turishi, ovqatlanishi, transport xarajatlari. Telemeditsina buni shu operatsiyalarni boshqalarni hozir
o'rnini ololmasa ham qanaqadir bir konsultatsiyalarni o'rnini olishi mumkin va telemeditsinani juda kuchli tarafi, masalan, AI qo'llansa, bizada ko'p doktorlarni noto'g'ri berayotgan tavsiyasidan ko'ra AI ancha yaxshi tavsiyalar beradi. Chunki men yaqinda deep research to'g'risida maqola qo'yganimda, onam bilan menga Akmal qara, mana shunaqa, menda ham anaqa bor edi, mana analiz natijalarini deb yubordilar. Hamma analiz natijalarini kirgizsam, masalan, qonni analizlarini kirgizsam, deep research uni analiz qilib berdi. Siz masalan qon tahlili yoki laboratoriya analizlarini hammasini kirgizib ko'rsangiz, masalan, ChatGPT sizga bu fayllarni yaxshiroq analiz qilib beradi va men o'ylayman, telemeditsinada hozir zo'r startaplar qilish imkoni bor. Masalan, men o'zimga ham qiziq bo'lardi bunda qatnashish va qo'llab-quvvatlash. Qatnashish deganda maslahat berish yoki bo'lmasam moliyaviy investitsiya qilish. Ikkinchi katta yo'nalish bu edtech deb o'ylayman. Ta'lim sohasida. Ta'lim sohasida juda katta potensial bor. Yana bu nimaga bizani davlat ta'lim tizimimiz juda ayanchli ahvolda va shuning uchun edtech deganda juda keng katta segment. Bu bolalarni bog'chadan boshlab, masalan, 2 yoshdan, 2 emas, hatto 1 yoshdan boshlab o'q o'rganishdan boshlab, qani 1 yoshdan ular yosh odamlarni o'lguncha, ya'ni necha yosh? 90 yosh, 80 yoshmi? Bu ta'lim sohasi. Ya'ni 1 yoshdan hozir bolalar YouTube ko'ryapti, o'shanga alternativni masalan sifatli kontent berishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam 3 yoshdan nimadir o'rganishni boshlashadi, 2 yoshdan masalan gapirishni o'rganishni boshlashadi. Ota-onalarning vaqti yo'q, planshet berishga o'rganishgan, masalan, shu gapirishni, tillarni o'rgatish yoki bo'lmasam foydali narsalarni o'rgatish. Keyin 5-6 yoshda maktabga tayyorgarlik uchun kurslar, kontent, keyin 7 yoshdan maktab kontenti, keyin xullas shunaqa ketaveradi. Keyin o'zini boshqa sohaga o'taman degan skill development deydi, ya'ni universitetni bitirib yoki bo'lmasam ishga kirgandan keyin sohasini o'zgartiraman deganlar uchun kontentlar. Bularning hammasi edtech, ya'ni ta'lim texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarida juda katta bozor bor deb bilaman. Bu ham kirsa bo'ladi va ta'lim texnologiyalarida nimaga boshqa dunyoning kompaniyalari, davlatlari kira oladi, lekin ularni kirishgandan nisbatan O'zbekistonda bo'lishi katta afzal tarafi bu local context. Lekin local contextdan qolmayapti. Hozirgi zamonda AI ishlatib ixtiyoriy local contextga moslashuvchi bo'la olyapti. Shuning uchun AI ishlatib, mana shu edtechda ko'p narsalarni test qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, hozir juda ingliz tilini o'rganish bo'yicha startaplar AI ishlatib juda katta natijalarga erishyapti va katta odamlar ingliz tilini o'rgatadigan marketplace'larni qiynayapti. Mana health tech, edtechda katta ta'limda katta o'zgarish qiladi AI. Shu yerda qo'llashi o'ylayman juda katta foydasi bor. Va keyin yana katta narsalardan biri, bu segmentlardan biri bu AI ishlatib bizneslarga, kichik bizneslarga yordam berish. Chunki kichik bizneslar juda qiynaladi o'zi biznesini boshqarishda, marketing qilishda, bozorga olib chiqishda. Shu yerda masalan bu agentство deb nomlasak, agencylarning ishini ko'p hozir masalan SMM yoki bo'lmasam shunaqangi bir kichkina studiyalar o'sha SMM studiyadan AI studiyaga o'tishni o'ylash kerak. Ular birinchidan biznesni tushunish kerak va biznesga yordam beradigan bir qancha AI instrumentlarni masalan berish mumkin. Juda ko'p bizneslar oddiy qarorlarni qabul qilishda juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Shu tajribasizlik natijasida shu atrofda AI hozir ko'p xatolarni qilishi oldini olish mumkin. Ularni faqat muammosi, masalan, O'zbekistonda ko'p tadbirkorlarni shu narsani AI dan yoki ChatGPT dan so'rash mumkinligini bilishmaydi. Shuning uchun ko'p menimcha SMM agentstvalar bu konkurensiya kattaligi sababli kichik biznes AI qo'llab-quvvatlash agentstvalariga transformatsiya qilish kerak deb o'ylayman. O'zbek tilida qaysi GPT yaxshi ishlaydi? O'zbek tilida menimcha hozir hamma GPT yaxshi ishlayapti, lekin ChatGPT ancha yaxshi ishlaydi. Assalomu alaykum, kompaniyangizda
nechta kishi bor, vazifalari qanaqa, AI jamoasini qanchalik ta'sir qiladi. Bizning kompaniyada hozir umumiy 12 ta yo 13 ta odam bor. Bundan 3 ta asoschilar, co-founderlar, qolgani olingan xodimlar va xodimlar O'zbekistonda har xil viloyatlarida, ya'ni biza remote first komandamiz, ya'ni biza hamma udalyonda ishlaydi, hech kim ofisdan ishlamaydi, ya'ni masofadan ishlaydi va asosan o'sha olingan aytaylik biza 3 ta co-founderdan tashqari olingan 9 ta yoki 10 ta ishchimizdan men aniq bilmayman, qarashim kerak. Asosan bular razraботчиклар, ya'ni dasturchilar va bu dasturchilarni o'sha men sherigim Bekzod boshqaradi. Bekzod juda kuchli CTO, juda kuchli texnologik ekspert. Tushuntirishim uchun kuchliligini Warner Bros. Katta juda korporatsiya, 100 milliardga yaqinlik korporatsiya, shu yerda top 10 ta principal, ya'ni eng katta injenerlar bo'lsa, shulardan biri va u masalan stand-uplar bo'ladi, har kuni stand-uplar bo'ladi. Stand-uplar bizda Kaliforniya vaqti bilan 8 da, Toshkent vaqti bilan ertalab 9 da bo'ladigan bo'lsa, stand-uplarda kimdir agar nimadir ulgurmayotgan bo'lsa, kodni ichiga kirib, qanaqa xato qilayotgan tez aniqlay oladi. Shuning uchun bizning asosiy ishimiz hozir produkt yaratish. Shuning uchun meni ishim mijozlar bilan gaplashish, custom dev deymiz, customer development, sotish. Biz hozir sotish juda aktiv fazasida emasmiz. 7 ta klientimiz bor. Shu 7 ta klientimiz pul to'lagan klientlar. Shular bilan asosiy ishlayapmiz va bizga hozir shu o'zi pipelineda hozir bir 50 tadan oshiq klient kutyapti produktimizni. Lekin 7 ta pul to'lagan klient bilan juda aktiv ishlayapmiz va birinchi bo'lib ularga beramiz mahsulotni. Keyin qolgan kompaniyalarga berishni boshlaymiz. Okay. Express Signator to'g'risida so'rabsizlar. Express Signator hozir Yandex aktivi va Yandex to'liq boshqaryapti. Startap yaratishda qanday bosqichlar muhimroq va nima uchun? Ekologiya sohasida startap zo'rg'a, menimcha kelajak katta, bozor ham katta, agentlar chiqarish qaysi katta o'zgarishlar va yutuqlarni keltirib chiqarishi mumkin deb o'ylaysiz? AI agentlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, AI agentlar siz agar ishingiz hozir telefonda, kompyuterda qaysidir formalarni to'ldirish, telefonda javob berish yoki bo'lmasam email yozishdan iborat bo'ladigan bo'lsa, bu AI agentlar bularni o'rnini bosadi. Masalan, tur firmalarda tur agentlar nima qiladi asosan? Telegramdan kimdir yozadi yoki WhatsAppdan yozadi, qo'ng'iroq qilib so'rashadi savollarni, qo'ng'iroqlarga javob beradi, keyin emaildan yozishligi mumkin, borib onlayn sistema bronirованiyada bron qiladi biletlarni, keyin pechat qilib beradi. Shu ishni, mana tur agentlarning ishini AI agentlar almashtirishi mumkin. Bu bir. Ikkinchisi, yuristlarning ishini hozir juda osonlashtiryapti. Yuristlar yozadigan, kunlik qiladigan ishini 5 minutga qolmay qilib beryapti AI agentlar. Har xil tizimlarga borib ma'lumotlarni olib, отчетlar yozib berish bo'yicha konsultantlarning ishini AI agentlar avtomatlashtiryapti. Bankirlarning ishini AI agentlar avtomatlashtiryapti. O'zbekistonda masalan juda ko'p AI ishlatilayotgan soha bu. Agar siz kredit olgan bo'lsangiz, qanaqadir bankdan yoki Uzum Nasiyadan sizga qarzi vaqti to'lamasangiz, sizga eslatib telefon qiladigan odam bu hozir odam emas, bu AI. Faqat uni AIligini bilmasligingiz mumkin agar bir 10 ta 15 ta qiyin savol bermasangiz va ko'p sohalarga AI kirib kelyapti, ya'ni operatorlar. Birinchi ko'p olib ketayotgan soha bu call center operatorlarini olib ketyapti. Yana data entry qiladigan, ya'ni ma'lumotlar kirgizadigan outsourcing kompaniyalarni ishini olib ketyapti. Shuning uchun outsourcing qilishda
bozor o'zgarishni boshlaydi. Juda effektiv kompaniyalar qoladi. Effektiv kompaniyalar bular AI ishlatish hisobiga qoladi va outsourcing bozori qisqarib ketadi. Hozir biza misol uchun O'zbekistonda shu IT outsourcingga juda ko'p e'tibor beryapmiz, lekin bu bozor umri nisbatan qisqa. 10 yilda bu bozor juda kichkina bo'lib ketadi. Bu o'zgarishdan juda jabr chekuvchi nisbatan davlatlar bu Indiya, bu Bangladesh, bu Pokiston, Filippin va Janubiy Amerikada bir qancha davlatlar. O'zbekistonda hali bu rivojlanmagan, lekin O'zbekistonda ham baribir bu ta'sir qiladi. Shu outsourcing qilayotgan kompaniyalar o'zgarishi kerak bo'ladi. AI sababli kelajakda dunyodagi davlatlarning va daromadlarning umuman olganda qaysi darajada va qaysi tomonlarga qarab ko'proq o'zgarishi O'zbekistonda aksincha AI sababli o'rtadagi farq juda katta o'zgaradi degan hozir konsepsiya bor. Ya'ni super ya'ni yaqin keyingi 10 yilda hozir milliarderlar va 100 milliarderlar bo'lsa, yani trillionerlar klassi paydo bo'ladi va bu klass asosan shu AI ishlovchilar, ya'ni AI kompaniyalar egalari bo'ladi va shu katta boyliklar kichik klassga o'tishni boshlaydi. Tabaqalanish bundan-da kuchli bo'ladi degan hozir falsafa bor. O'zbekiston agentlari asosida innovatsion startaplar yaratish uchun eng yaxshi imkoniyat qaysi sohada mavjud? Men qaysi sohada mavjudligini aytdim. Men ishonajonim va praktik yordam beradigan narsa bu o'sha health tech, ya'ni sog'liqni saqlash va ta'lim sohalari deb o'ylayman. Ma'lumotlarni qanday biz open source LLM ishlatamiz. Mijozlarning shaxsiy ma'lumotlari bu yerda muhofaza bo'ladi. Nimaga? Chunki hatto siz ChatGPT ishlatsangiz ham va korporativ ishlatsangiz buni, ya'ni enterprise versiyasini ishlatganingizda sizning ma'lumotlaringiz tarqalmaydi anaqaga, ya'ni saqlanmaydi ChatGPTda. Bu narsa ChatGPTda bor. Bo'lmasa bu kompaniyalar biznesmen ishlashi qiyin bo'lardi. Uzoq manimcha gaplashdik. 56 minut o'tibdi, 4 minut qolyapti. Shuning uchun hozir bitta savolga javob beraman menimcha. Endi tugatsak bo'ladi. Equity va venture investment olish qanchalik oson hozirgi dunyoda O'zbekistonda? O'zbekistonda oson emas. Venture investitsiyalar olish buni tan olish kerak. Lekin venture investitsiya olsa bo'ladi. Masalan, katta summa bo'lmagan 50 ming, 100 ming dollargacha olsa bo'ladi. Buning uchun tadbirkor nimadir qila olishi kerak, buni isbotlash kerak va qanaqadir boshlang'ich daromad manbasini ko'rsatish kerak. Siz boshlang'ich shu daromad manbasini ko'rsatmasangiz, venture fondlar ham ishonmaydi. Masalan, tadbirkorlarda, startap qilayotganlarda real pulni tushunuvchi va qayerda bozor borligini tushunuvchi, qanaqa qilib pul qilish mumkinligini biluvchilar bor va ikkinchisi romantiklar bor, ya'ni men startap qilyapman deb o'zini produktiga kirib turib, o'zini produktini sevib, mijozlar bilan o'sha pulni so'rashga tortinadigan yoki bo'lmasam chiqib gaplashib yo'q degan javobni olishga qo'rqadiganlar bor. Eng qiyini startapda bu sotish deb o'ylayman, produkt qurishdan ham. Ayniqsa O'zbekistonda yoki bo'lmasam O'zbekistonda deep tech chuqur texnologiyalar qurmaysiz. Chuqur texnologiyalar qurmaganingizdan keyin bunga bozor yo'q.
chuqur texnologiyalar qurmaganingizdan keyin siz application layer deydi, ya'ni ilovalar qilasiz qanaqadir. Ilovalar qilayotganingizda siz asosiy ishingiz bu yerda produkt qurish nisbatan qiyin emas, qursa bo'ladi. Eng qiyin narsa bu sotish va mijoz pul to'lashga tayyor bo'lgan narsani produktni berish, ya'ni mijozni muammosini yechish va mana shu narsa juda qiyin narsa. Chunki mijozni muammosini yechayotganingizda siz borsangiz mijozga men kerak emas, buning ishlamaydi degan juda ko'p sizga xabarlar beradi yoki bo'lmasam sizga отказ berishadi va bu откazdan ko'pchilik qo'rqadi, charchaydi. Chunki oson emas. Tadbirkorlik degani kuniga 5-10 martalab отказ olsangiz ham yana shu optimizm bilan ambitsiyalaringizni tushirmasdan yana davom ettiraverish, bu mashi bu kuchli xarakter nima deydi ifodasi. Shuning uchun yaxshi tadbirkor bo'lishda bu xarakter juda muhim va nimaga shu ishni qilayotganligingiz muhim. Va venture investorlar ham masalan so'rayotganda, ko'p venture investorlarda so'raydi xarakteri to'g'risida, nimaga erishgan, qancha resilience deydi. Resilience degani ya'ni qanchalik chidamlilik, sabr borligi va sabrni ahamiyati menimcha juda katta tadbirkorlar uchun. Chunki bittada o'xshab qolganda hamma tadbirkor bo'lardi. Bu katta risk olish, bu uzoq o'xshamayotgan bo'lgan vaqtda ham oldinga qarab, shuning uchun o'sha iroda deymizmi yoki bo'lmasam qanaqadir bir disiplinani bo'lishi juda muhim va agar shu disiplina sizda iroda, sizni qanaqa qarab yurayotganingizni hikoyasi bo'lmasa, sizga investitsiya qilish qiziq bo'lmaydi. Masalan, bitta misol aytishim mumkin. Silikon vodiyda bir tadbirkorlik qilayotgan, startap qilayotgan bitta ukamiz bor, Mavlon Beyoti, juda talantli va o'zbek tadbirkorlaridan. U shu AQShga ko'chib kelib, AQShda shu San Fransiskoda yashaydi, Salesfinch degan startap qilyapti. 3 marta uchrashgan bo'lsam, men o'sha u yig'gan angel investitsiyalar anaqasida raundida yig'ishga yordam berdi. Misol uchun Alisher Isayev Milliard klubi orqali ham bir qancha odamni investitsiya qildi va o'zimiz shu yerga pul ham berdik masalan. Va nimaga investitsiya qildik? Nimaga men investitsiya qildim unga? Chunki uni hikoyasi juda qiziq. Hikoyasi shu chidamlilik, sabr va shu o'xshamayotgan vaqtda ham qattiq ishlash to'g'risida edi va bu bitta faktor bo'lsa, ikkinchisi u qaysi bozordaligi va uchinchi faktor unda yetarlicha bilimlar, skill set deydi, ya'ni bilim va ko'nikmalar bormi shu narsani muvaffaqiyatli qilishga degan savol bor edi. Shu narsani ko'rganimiz uchun masalan investitsiya qildik. Shuning uchun investor bilan gaplashganingizda faqat biznesingizda emas, ko'proq siz to'g'ringizda qiziqadi va investorlar uchun eng birinchi faktor masalan startapga investitsiya qilayotganda yaxshi investorlar uchun bu komanda. Komandada kimlar, qanaqa birlashgan, qanchadan bir-birini biladi, qanchalik bu kuchli komanda. Shu juda muhim faktor. Bitta основательlik kompaniyalarga investorlar investitsiya qilishga harakat qilmaydi, qochadi, chunki buni o'xshamaslik yoki fail bo'lish ehtimoli juda katta. 5-6 ta odam bo'lsa ham qo'rqadi, ertaga разногласие, ya'ni kelishmovchilik katta bo'lishi mumkin. Shu optimal raqam 2-3 ta founderli startaplarga, agar bu komanda kuchli bo'lsa, tajribasi bo'lsa, investitsiya qilish imkoni juda katta. Bizda masalan ko'pchilik yozgan bo'lsa, menga ham g'oya etapida yoki bitta founder yoki bo'lmasam kam uringan yoki bo'lmasam men so'rayman, masalan 100 ta mijoz bilan gaplashdingmi? 100 ta mijozni fikri nima bo'ldi masalan? Desam, yo'q, hali bittasi bilan gaplashdim, ikkitasi bilan gaplashdim. Bu javob emasda masalan startap uchun. Shunga tayyorlanmasdan, UISFani qilmasdan o'zi borish kimgadir noto'g'ri deb o'ylayman. Startap ko'tarish bo'yicha biznes startap proyektiga klient topish nimalarga e'tibor berasiz? Bizani vaqtimiz tugadi. Rahmat. Men uzr, vaqtim kam bo'ladi, shuning uchun postlarni yozishim asosiy maqsadi sizlarga ham qanaqadir manfaatli bo'lsin deb postlar yozib turaman kanalimda.
Lekin ko'p kommentariyalarga javob berishga vaqtim yetmaydi. Chunki no, ish ko'p. Keyin mana ayolim universitetga kirgandan beri 3 kun manda ya'ni bolalarni shu to'garaklarga olib borish yoki bo'lmasam bog'chadan olish shunaqa vazifalar manda qoldi. Shuning uchun ulgurmayman shaxsiy hayotim va ish hayotim bilan mashg'ul bo'lganimga. Shuning uchun ko'p kommentariyalarni o'qib ham javob bera olmasligim mumkin, lekin ora-oralarda kirib javob beraman. Rahmat sizlarga, hammanglarga vaqt uchun. O'ylayman foydali bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat. Sog' bo'linglar. Eng qizig'i bu yerda men o'ylardim gapirsa bo'ladi, hamma gapirib bemalol gapira oladi deb, lekin bunaqa imkoniyat yo'q ekan. Aziza.